Ну вот, man hozir o'zimni xonamdaman. Maza qilib o'tiribman o'zimni xonamda eslab, garderoblarimni eslab, shkoflarimni eslab, mana bu yerdagi даже rozetkalarimni telefonimga zaryadka qilib ertalabgacha to'yisda uxlamasdan TikToklar olishimni eslab o'tiribman. No baribir qizli payti zo'r bo'ladi. No kelinli payti ham zo'r. No qanaqadir ma'noda baribir qizli paytingizni sog'inasiz. Ayniqsa mana to'g'rimda oyna bor, o'sha oynaga qarab o'tirardim oldin. Qizli paytim. Привет hammaga yana bir marta. Men hozir qizli uyimga keldim. O'rtoqlar bilasizlar, men MCN akkauntimni sotib olman. Nimaga? Chunki uni yuritishga vaqtim bo'lmayapti. Yuritayotgan vaqtimda juda ham ko'pchilik qizlar, odamlar so'radi. Biznes qilmoqchi bo'lgan qizlar, bloger bo'lmoqchi bo'lgan odamlar so'ragan edi, lekin o'sha vaqt sota olmayotgan edim. Hozir ayni vaqtda shu akkauntimni sotib olman. Agar kimda kim biznesini yoki blogerlikni boshlamoqchi bo'lgan bo'lsa, juda ham yaxshi imkoniyat. Nega unaqa deyapman? Chunki meni hammasi живой, qiz bola auditoriyasi. Ham nakrutka yo'q akkauntda, o'shaning uchun sotib olyapman. Puliga arzigani uchun ham sotib olyapman. Bugun oxirgi marta qo'yishim. Agar kimda kim olmoqchi bo'lsa, menga yoki MC akkauntiga yozsanglar, men sizlarga ma'lumot berib, agar bugun o'zida nominglarga o'tkazib berishim mumkin.